Assalomu alaykum. Bugungi video taqdimotimiz Shayboniylar davlati tarixiga bag'ishlanadi. Shayboniylar 15-16 asrlarda Markaziy Osiyo hududida hukmronlik qilgan yirik siyosiy sulola bo'lib, ular Temuriylar davridan keyin Movarounnahrda hokimiyatni egallagan. Shayboniylar sulolasi Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutgan siyosiy sulolalardan biridir. Ular Chingizxon nasliga mansub bo'lib, Jo'jaxonning o'g'li Shaybon avlodidan kelib chiqqan. Shu sababli sulola tarixda Shayboniylar nomi bilan tanilgan. Shaybon avlodlari uzoq vaqt davomida Dashti Qipchoq hududlarida yashab kelgan. Bu hududlar hozirgi Qozog'iston, Janubiy Rossiya va Qora dengizga tutash keng dashtlardan iborat edi. Shayboniylar ko'chmanchi hayot tarzini olib borgan, chorvachilik va harbiy yurishlar bilan shug'ullangan. 15-asrga kelib Shayboniylar o'zbek qabilalarining siyosiy yetakchisiga aylanadi. Bu o'zbek atamasi ko'chmanchi qabilalar ittifoqini anglatgan bo'lib, Shayboniylar ana shu ittifoqqa boshchilik qilgan. Bu davrda Movarounnahr hukmronlik qilayotgan Temuriylar davlati ichki nizolar, taxt uchun kurashlar va markaziy hokimiyatning zaiflashuvi sabab inqiroz holatiga tushib qoladi. Ana shu siyosiy vaziyat Shayboniylar uchun katta imkoniyat yaratadi. Muhammad Shayboniy ham boshqonchiligida Shayboniylar Movarounnahr tomon yurish qiladi va 15-asr oxiri, 16-asr boshlarida bu hududda siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritadi. Shu tariqa Shayboniylar o'zlarini nafaqat ko'chmanchi qabila rahbarlari, balki markazlashgan davlat boshliqlari sifatida namoyon etadi. Shayboniylar davri o'zbek nomi siyosiy va etnik tushuncha sifatida mustahkamlanadi. Bu jarayon Markaziy Osiyo tarixiga yangi bosqichni boshlab beradi. Shayboniylar davlati boshqaruvi xonlik shaklida tashkil etilgan. Davlat boshlig'i xon bo'lib, u davlatning eng oliy siyosiy, harbiy va ma'muriy hokimiyatiga ega bo'lgan. Xon davlat ichki va tashqi siyosatini belgilagan, urush va tinchlik masalalarini hal qilgan. Shuningdek, yirik yer mulklarni taqsimlash, soliq siyosatini belgilash va eng muhim lavozimlarni tayinlash ham xon vakolatiga kirgan. Davlat hududi bir necha viloyatlarga bo'lingan. Viloyatlar xonga yaqin bo'lgan sultonlar, amirlar yoki sulola a'zolari boshqargan. Bu viloyatlar markaziy hokimiyatga bo'ysungan, ammo ayrim holatlarda mustaqil holatda faoliyat yuritgan. Shayboniylar davri harbiy boshqaruv davlat tuzilmasining asosi hisoblangan. Qo'shin qabilaviy tuzilma asosida tashkil etilgan bo'lsa-da, xonga sadoqat asosiy tamoyil bo'lgan. Davlatda huquqiy tizim sifatida islom shariati asosiy o'rin tutgan. Sud ishlari qozilar tomonidan olib borilgan. Diniy masalalarda ulamolar katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan. Yer egaligi tizimi xizmat evaziga yer berish tamoyiliga asoslangan. Bu tizim harbiylar va davlat xizmatchilarining xonga sadoqligini ta'minlashga xizmat qilgan. Shuningdek, soliq tizimi ham mavjud bo'lib, dehqonlar va savdogarlar davlatga belgilangan tartibda soliq to'lab turgan. Bu tushumlar davlat boshqaruvi va harbiy xarajatlarni qoplash uchun ishlatilgan. Muhammad Shayboniy xon 1480-yilda o'zining bolalikdagi orzusini amalga oshiradi. U bobosining vafotidan so'ng, ya'ni Abulxayr xonning vafotidan so'ng, parokanda bo'lib ketgan qabilalarni yana tiklash harakatiga kirishadi. U Qonli Beayov janglaridan so'ng ko'chmanchi o'zbek davlatini yana birlashtiradi va tiklaydi. Shayboniy xon Movarounnahdagi barcha vaziyatdan xabardor edi. U 1497-yilda Movarounnahrga qo'shin kiritadi. Afsuski, qo'shin muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Maqsad aslida Samarqand edi. U Samarqandni egallagandan so'ng Qarshi va Shahrisabzga qo'shin kiritadi. Bu esa muvaffaqiyatli amalga oshadi. Muhammad Shayboniy xon 1499-yildan boshlab Samarqandni egallashni boshlaydi. U 1499-yilda jangsiz Buxoroni, 1500-yilda esa Temuriylar davrida poytaxt deb hisoblangan Samarqandni egallaydi. U Samarqandni talon-taroj qilish uchun emas, balki hukmdorlik qilish uchun egallaydi. U egallagandan so'ng Sulton Ali Mirzoni qatl ettiradi.
Mo'g'ulistonda hukmronlik qilgan va Chig'atoy sulolasiga mansub bo'lgan Mahmudxon avvallari Shayboniyning yuksalishiga ko'maklashgan edi. U 1508-yilgacha Toshkentni ham egasi bo'lgan. Biroq Shayboniy Movarounnahrda hokimiyatni to'liq qo'lga kiritgach, Toshkentdagi Chig'atoylar hukmronligini endi qabul qila olmasdi va ularga qarshi urush ochadi. Mahmudxon akasi Ahmadxondan yordam so'raydi. U 1487-1503-yillarda Oqsuv va Yo'g'ristonni boshqargan edi. Biroq ikki Chig'atoy xonlari Mahmud va Ahmadxonlar Shayboniy tomonidan 1503-yil iyunida bo'lib o'tgan jangda mag'lub etiladi. Bu jang Qo'qonning shimoliy-sharqida, Andijonning shimoliy-g'arbiga, hozirgi Namangan hududiga to'g'ri keladi. Muhammad Shayboniy Mahmudxon va Ahmadxonni asir oladi, biroq ularni hurmat bilan qabul qiladi va tez orada ozod qiladi. Uning aytishicha, bularni qilgan xatolari uchun rahmat sifatida qilingan edi. Chunki aynan shu xatolar tufayli u bu darajaga yeta olgandi. Biroq Toshkent va Sayramni o'z hukmronligiga qo'shib oladi. Mahmudxonning qizini o'g'liga olib beradi. Bu nikoh orqali u o'z avlodida Chingiziylarning ikki asosiy shaxobchasi Jo'ji va Chig'atoy sulolalarini huquqlarini birlashtiradi. 1508-1509-yillarda Mahmudxon yana Muhammad Shayboniyxonning qo'liga asir tushadi. Bu safar esa u qatl etiladi. Shayboniyxon bu harakatni shunday izohlaydi: siyosatchi odam bir marta kechirishi mumkin, ammo ikkinchi marta faqat ahmoqlar kechiradi. Muhammad Shayboniyxon o'zini sun'iylikning himoyachisi va Chingizxonning haqli vorisi sifatida ko'rar va shunga tayangan holda Safaviylar hukmdori Shoh Ismoilga murojaat qilib, uni shiyalik bid'atidan voz kechishga va o'zini unga bo'ysunishiga chaqiradi. Aks holda o'zbeklar Ozarbayjongacha kirib borib, uni qilich bilan haq yo'liga qaytarishlarini aytadi. Shayboniyxon Shoh Ismoilga bir dona kashkul yuborib, uni avlodlari kabi ruhoniy hayotga qaytishga, siyosiy hokimiyatni esa Chingizxon avlodlariga topshirishga da'vat etadi. Kashkul darveshlar, sufiylar orasida keng tarqalgan maxsus idish bo'lib, undan ovqat yeyish, suv ichish va sadaqa yig'ish uchun foydalanishgan. Shoh Ismoil esa bu haqoratomuzga javoban, agar u darvesh bo'lsa, unda butun qo'shini bilan Xorasondagi Imomi Rizo maqbarasiga ziyorat qilishini taklif qiladi. U nafaqat bu so'zlari bilan Shayboniyxonning haqoratlariga javob qaytaradi, balki uning hududiy davoligiga qarshi turganini va Xorasonni qaytadan egallash niyatida ekanligini ham ochiq bildiradi. Shayboniyxonning xotinlaridan biri, ko'proq Mo'g'ul xonim nomi bilan mashhur bo'lgan Oysha Sulton xonim, o'zbek jamiyatida katta nufuzga ega bo'lgan. Manbalarda xabar berilishicha, xonning kengashi, ya'ni yig'ilishda Shoh Ismoilning chekinayotgan Qizilbosh qo'shinlari bilan jang qilish uchun Marvdan chiqish yoki chiqmaslik masalasi muhokama qilinadi. O'zbek amirlari Movarounnahrdan yordam kuchlari yetib kelguncha 2-3 kun turishni taklif qiladilar. Lekin harbiy kengashda qatnashayotgan Shayboniyxonning suyukli xotini Mo'g'ul xonim xonga qarata: "Sen o'zbek bo'la turib qizilboshlardan qo'rqasan. Agar qo'rqsangiz, men o'zim askarlarni olib, ularni orqasidan boraman. Hozir qulay fursat. Boshqa bunday fursat bo'lmaydi", deb aytadi. Bu so'zlar albatta har qanday erkakni ham g'ururiga tegadi va Mo'g'ul xonimning bu so'zlaridan so'ng hamma xijolat tortadi va o'zbek qo'shinlari Shayboniyxonning mag'lubiyati va o'limi bilan yakunlangan jangga kirishadi. Muhammad Shayboniyxon yordam uchun kelayotgan 30 ming kishilik qo'shinni kutmasdan 5 ming kishilik qo'shin bilan shahardan chiqib, shohning orqasidan quvishga tushadi va pistirmaga duch keladi. Shoh Ismoil yarim oy shaklda qo'shin tuzib, o'zbeklarni har tomondan qurshab oladi. 1510-yil dekabrda Marv yonidagi jangda Shayboniyxon qo'shini Ismoilxonning 17 ming kishilik qo'shini tomonidan o'rab olinadi va qattiq qarshiliklardan so'ng mag'lubiyatga uchraydi. Tarixiy tadqiqotlarga ko'ra, jangda o'zbek zodagonlarining ko'plab vakillari
va Shayboniyxonning o'zi ham halok bo'lgani aytiladi.